Janubiy Koreyada uchrashuvga chiqsangiz, sizni tanlashmasligi mumkin. Pulingiz uchun emas, ko'rinishingiz uchun emas, faqatgina qon guruhingiz boshqacha bo'lgani uchun. Siz sababini bilmay ham qolasiz. Bu yerda hanuz ko'pchilik ishonadigan narsa qon guruhi inson xarakterini belgilaydi. Munosabatda qandayligini, ishda qandayligini, ishonchlisan yoki muammoli. Bu g'alati eshitiladi, lekin bu haqiqat ham muhokama qilinadi. 4 ta qon guruhi bor: tartibli, yetakchi, erkin va qiyin, sirli va sovuq. Tanishuv ilovalarida odamlar qon guruhini yozadi. Ba'zan mos kelmasa, darrov o'tkazib yuboradi. Uchrashuvsiz, suhbatsiz, birgina swipe va sen variant emassan. Va ha, bu hazil emas, bu birinchi taassurotga ta'sir qiladi. Ilm aytadi, qon guruhi bilan xarakter orasida bog'liqlik yo'q. Bu psevdofan, nazariya, lekin madaniyat ichida chuqur ildiz otgan. Eng qizig'i, AI va 5G mamlakatida odamlar haligacha qoniga qarab baho berishadi. Bu g'oya 20-asrda Yaponiyadan kirib kelgan, keyin ommaviy madaniyatga singib ketgan. Shoular, jurnallar, hatto ish suhbatlari ham. Ba'zida bu shunchaki stereotip, ba'zida esa haqiqiy filtr. Bu yoqda sizdan sizni kimligingiz emas, sizni qoningiz guruhini so'rashligisi mumkin. Sizni qoningiz guruhi qanaqa? Sizni tanlasharmidi? Nima deb o'ylaysiz?